Bugun legendarniy Angus haqida gaplashamiz. Angus qoramoli dunyodagi eng mashhur go'sht yo'nalishidagi zotlardan biri. U o'zining sifatli go'shti va yaxshi vazn yig'ishi bilan fermerlar orasida juda ommabop. Lekin har qanday zot kabi uning ham afzalliklari va ayrim kamchiliklari bor. Afzalliklari: super go'sht. Angus qoramolining go'shti marmarlashgan bo'lib, juda yumshoq va mazali. U restoranlarda premium mahsulot sifatida yuqori baholanadi. Tez o'sadi, buzoqlari tug'ilganda kichik bo'lsa-da, 6 oyda 200 kg, 1 yoshda esa 400 kg vazn yig'ishi mumkin. Kunlik o'sish to'g'ri oziqlantirish bilan 1-1,5 kg gacha vazn qo'shishi mumkin. So'yish chiqimi yuqori, 70% gacha go'sht chiqishi bilan boshqa zotlardan ustun bo'lishi mumkin. Parvarishi oson, Angus tabiiy yaylov sharoitida yaxshi o'sadi va boshqa ayrim zotlar kabi injiq emas, shoxsiz. Bu esa ularni boqish va tashish jarayonida xavfsizroq qiladi. Kamchiliklari: issiq iqlimga moslashishi qiyin, asosan sovuq va mo'tadil iqlimga moslashgan, juda issiq hududlarda esa o'sishi sekinlashadi. Boshqa zotlariga qaraganda vazn yig'ishi sekinroq. Masalan, Charole yoki limuzin zotlari tezroq semirishi mumkin. Suti kam. Angus asosan go'sht yo'nalishi uchun boqiladi, shuning uchun sut ishlab chiqarish maqsadida yaxshi tanlov emas. Boshlang'ich narxi yuqori. Yana boshqa ma'lumotlarni kommentariyada muhokama qilamiz.